Oktyabr oyida o'tgan yili $1200, $1300 sotilgan paketlar bu yil narxlar keskin tushib ketdi deyilgani uchun Centrum Holidays kompaniyasiga to'liqroq ma'lumot olgan yetib kelganman do'stlar. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rsalang, bugun sizlarga manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Video boshlashdan oldin bir dona like bosib qo'ying. Kanalga mehmon bo'lsangiz albatta podpiska tugmasini bosib qo'ying, chunki shunaqangi litsenziyalangan firmada umra narxlarini biz qo'yib boramiz do'stlar. Avvalambor assalomu alaykum Abdulvohid aka. Ofislarga chaqirganlaringizga kattakon rahmat aka. Centrum Holidays'da oktyabr oyida narxlar tushib ketdi, keskin tushib ketdi degan so'z yetib keldi aka. Yurtdoshlarimizga yangilik ulashmoqchi bo'lib kelyapmiz. Narx-navolar o'zi necha pul bo'lyapti va Saudiyadagi sharoitlar qanaqa bo'lyapti? To'liqroq ma'lumotni o'zingiz aytib bersangiz yurtdoshlarimizga. Xo'p, avvalo assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda ko'rib turgan hojona, hojatalarim omonmisizlar? Alhamdulillah biz ham yaxshimiz. Xo'p, biz Centrum Holidays kompaniyasi, boshqa kompaniyalar ham bor. O'zbekiston bo'ylab 14 ta firma litsenziya olgan bo'lsa, hammalarining narxi o'tgan yil oktyabr oyida $1200-1300 sotilgan. To'ppa-to'g'ri aka. Biz o'sha narsani bu yil yurtdoshlarimiz ko'proq borsin, yurtdoshlarimiz ko'proq biz haqqimizga duo qilsin degan holatda narxlar keskin tushirdik. Bu narxlarni ayting. Narxda aka birinchi boshida aytaylik va reyslar qayerdan uchishini ham aytib o'tib ketaylik. Xo'p bo'ladi. Reyslarimiz 6 ta viloyatdan uchadi. 6 ta viloyatdan. Bitta qo'shib ketamiz. Narxlarimizga keladigan bo'lsa, narxlarimiz $1100. $1100 oktyabr oyiga chiqqan. Litsenziyali firma. Oktyabr oyiga. Litsenziya firmani bir tanesini aytib borib qo'ying, $1000 dan past firmaga ketmoqchi bo'lsangiz, litsenziya firmada ketasiz. Men ko'p litsenziya deyapman. Yurtdoshlarimiz kommentariyaga o'zi litsenziyang bormi? O'zi litsenziyalangan firmani juda ko'p yozishyapti. O'shuning uchun qayta aytyapman. To'g'ri tushunasiz aka? Oldimizda ham turibdi ekan litsenziya. E'tibor bermayapman. Hech kim batga ham naqa litsenziya qo'yib qo'yolmaydi. Shu narsaga qattiq e'tibor bering. Ofisimizga keling. O'z ofisimizga kelsangiz ham ishonchingiz komil bo'ladi. Chunki ofisimiz ham mana Vodiyda ofisimiz bor, Toshkentda ofisimiz bor, Samarqandda ofisimiz bor. Ofislarimiz juda ko'p joyda ochdik. 3 ta 4 ta viloyatda ochdik, holat hali ko'p joy ochganimizda ruxsat ham tekkani yo'q hali. Vodiyga qo'ygan bo'lsak, alhamdulillah hozirgi paytda Farg'onadan, Namangandan, Andijondan reyslarimiz uchyapti Vodiyga. Vodiydan, Toshkentdan, Samarqanddan va Toshkentdan, keyin Termizdan. Ya'ni Termiz, Samarqand, Toshkent, Vodiydan uchala Andijon, Namangan, Qo'qondan ham reys uchyapti. Yo'q, Qo'qondan uchmayapti. Farg'onadan uchyapti. Farg'onadan ham reys uchyapti. Xolos. Do'stlar, qaranglar, qanaqangi bir imkoniyatlar tug'ilyapti sizlarga. O'tgan yil aka men umra narxlarini reklama qilib yurganda faqat Toshkentdan reys bo'lardi xolos-da. Samarqand, Termiz, Vodiy, Namangan, Andijon, Farg'ona reyslar yo'q edi o'tgan yil. Avvalo alhamdulillah yurtboshimiz boshimizga kelganlardan beri qanaqa umraga erkinliklar bo'ldi. To'g'ri aka. Muhtaram prezidentimiz umrani ochdilar, o'zlari bordilar. Hozir viza olish oson bo'lib qoldi. Oldingi odamlar qana borgan? Oldingi odamlar muammolari bilan, kutishlari bilan mashinalarda borishgan. Hozir bugun pasport berasiz, ertaga uchasiz. Bu narsaga shukrni keltirishimiz. Chunki bu narsaga prezidentimizga rahmat deyotgan sababi prezidentimiz bizga qanaqa erkinlikni Alloh tomonidan qulaylik berdi. Lekin Alloh tomonidan ham yo'q. Men prezidentga boshqa demaganim yo'q. Alloh tomonidan, lekin alhamdulillah prezidentimiz borib sababchi bo'lib imzo qo'yib, mana shu yurtdoshlarim mashincha ochilsin. Yo bo'lsa hamma dokument davlat naqlish uchun qaror tuzilishi kerak. Bo'lsa keyin bizga ochib bergan. To'ppa-to'g'ri aka. O'shuning uchun har doim aytaman, 6 ta viloyatdan reys qo'ydik. Shukrini keltirib, borganimizdagi ibodat ko'paytiraylik. Borib xalqimizga, yurtimizga, oilamizga, Rossiyada ishlab yurgan farzandimizga, Tojikistondan do'stlarimiz bizdan jo'natishyapti. Juda ham ko'p do'stlarimiz. O'sha Tojikistonda bor ekan qadrdonlarimiz, birodarlarimiz, hammalarini bor haqqiga duo qiling. Esingizdan chiqmasin. Mendan ketmasangiz ham bu bola reklama qilyapti. Alhamdulillah shu bolani reklamasi menga emotsiya, motivatsiya berdi. Bu bolani firmasidan ketmanmi? Mana shu bolani tan joni sog' bo'lsin, deb qo'ying bo'ldi. To'ppa-to'g'ri. Kabani oldida, Rasulullohning oldilarida bir marta qalbingizni o'tkazib qo'ying. Alhamdulillah inshaalloh biz ham gunohlarimizdan forig' bo'lib ketamiz. Xudo aka, narxlarni bildik, reyslar qayerdan uchishini bildik. Ko'pchilikdan tushirgan savollardan birini beraman. Saudiyadagi sharoitlar qanaqa? Xo'p.
Bizda Madina Munavvarada albatta 2 mahal istiqomlarimiz bo'ladi. Makka Mukarramada 3 mahal istiqomlarimiz bo'ladi. Albatta Madina Munavvarada ham Makka Mukarramada ham milliy taomlarimiz. Undan tashqari Madinada 2 mahal 200 metr orada gastitsamiz bo'ladi. Undan tashqari Makka Mukarramada 1,5-2 kilometr orada gastitsamiz bo'ladi. Bizdan borib kelgan obunachilarimiz bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Xulosa gaplarimni nasib bo'ladi bu inshaalloh. Umra safariga borish niyat qilayotganlar kommentariyga bitta amin so'zini yozib qo'ying. Inshaalloh tez kunda Alloh taolo chaqirsin deb qolamiz. Xulosda yana odamda niyat bo'lishi kerak. Masalan, men ota-onam jo'nataman deganimda niyat qilganman, niyatimga yetganman. Siz ham niyat qilib obunani tugmasini bosish, chunki siz yaxshilikka qadam bosgan bo'lasiz. Chunki siz har doim biz video qo'ysak, umra ziyoratini qo'ysak, sizga chiqib turadi, umrani eslatib turadi. Ota-onam jo'natishimga. U sizga bitta motivatsiya bo'ladi. Har doim mana shu video chiqyapti-yu, ko'ryapman-u, harakat qil. Miya avtomatik sizlarni ota-onani umraga jo'natish yo o'zim umraga boraman, Rasululloh oldilariga boraman degan narsani ishlab turadi. To'ppa-to'g'ri. Sizga biz eslatma bo'lib turamiz ozgina. To'ppa-to'g'ri. Xohlasa. Saudiyada aka ko'pchilikni qiziqtirgan savollardan biri sayohatlar, ziyoratlar bo'ladi. Qaysi joylarga olib boriladi, qaysi joylarga olib borilmaydi shular haqida. Xo'p, bizda ozgina aytib beray, qolgani davom etaveradi. Bizda 15 ta sayohatimiz bor. Arafat tog'i, Muzdalifa, Uhud, Jamrat, Qur'on zavodi, Xurmo bog'i, shu bilan ketaveradi sayohatlar. Mino, ashnalar ketaveradi sayohatlar. 15 dan oshiq, Madina Munavvarada 7 dan oshiq, Makka Mukarramada ham 7 dan oshiq. Undan tashqari yo'lda avtobusda to'xtamasdan tushuntirib beradigan sayohatlarimiz bor. Men to'xtab keladigan joyni aytyapman. To'xtamasdan keladiganingiz qancha? To'ppa-to'g'ri. Xo'p, Qizil dengiz sayohati-chi aka? Bor. Qizil dengiz sayohati ham shu. Men bitta narsaga qattiq aytib berib, Qizil dengiz sayohati. Qizil dengiz sayohatida borib avtobus olib borib qo'yishi bepul. Borib kemaga chiqish o'zingizni xohishingiz. Xohlang chiqing, xohlang chiqmang. U narsa pulli. Pulli. Kemaga chiqish pulli, olib borish bepul. Bo'lsa 21 ming, 10 riyol, 15 riyol. Katta summa emas, 20 ming, 30 ming atrofida xolos. Katta summa bo'lmaydi. Bo'ldi aka, bo'lsam ekranda nomerlar qoldirsak, do'stlarimizga, o'zlari xohlagan savollarga bemalol ekrandagi nomerlarga aloqa qilib savollarga javob olsa, bo'lsam savollar kommentariya yozib ketsa, inshaalloh o'zingiz javob berasiz degan umiddaman. Kommentariyaga yozib ketsa, xudo xolasa bizning kamchiligimiz bo'lsa, yo sizga to'liq ma'lumot bera olmayotgan bo'lsa, yo telefonlardan tusha olmay qolgan holat bo'lib qolsa, kommentariyaga yozing. Bolalarimiz o'zlari javob berishga, o'zim javob berishga harakat qilaman inshaalloh. Do'stlar, sizlarga to'liq ma'lumotni olib berdik degan umiddamiz. Videoga like bosmagan bo'lsangiz, bitta like tugmasini bosib qo'ying, chin dildan. Inshaalloh bundan keyingi videolarimiz bugungi videomizga qaraganda sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. O'zi bugungi videomiz ham manfaatli bo'ldi. Xohlasa inshaalloh. Xohlasa bundan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.